Toshkent shahrida erkak norasmiy nikohdagi xotinini o'ldirish uchun 10 ming dollarga qotil yolladi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, erkak qotillikni amalga oshirish uchun tanishiga oldindan 2 ming dollar va ayolning yashash manzili, xonadon raqami, avtomobili, kimlar bilan yashashi, qachon uyga kirib chiqishi haqidagi ma'lumotlarni bergan. Ayolni o'ldirishga yollangan shaxs esa tezkor ma'lumotlar asosida ichki ishlar organlari nazoratiga olingan va u keyinchalik huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilgan. Ta'kidlanishicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari ayolning hayotini saqlab qolish maqsadida uning o'limini sahnalashtirish bo'yicha maxsus tezkor tadbir o'tkazgan. Keyinroq yollanma qotil buyurtmachi bilan uchrashib, bunga rafiqasi o'ldirilgani haqida xabar bergan. Erkak esa yollanma qotilga 6,5 million so'm va xotini nomidagi Tracker mashinasini bergan vaqtida ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, erkakka nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.